Remontli ajoyib variant topib qo'ydim. Chilonzor 7-kvartal, o'sha Haytek masjid oldida joylashgan bir tomoniimiz Oqtepa Kurukka ketishda Mikrokredit bank to'g'risidagi xonadonimizda 3 xonali Euroremont mebel texnikalari bilan birga qoladi. Hozir turgan qismimiz mehmonxona qismi bo'ladi. Juda ham chiroyli chiqqan. O'zingizlar remontiga, dizayniga bir baho berib ketasizlar. Xonadonimizda 3 xona, 4 xona qilingan, ya'ni oshxona, balkonga chiqarilgan. Kuxnya mebellari tayyor. Oshxonaning o'rni detskiy xona sifatida foydalanishga qoldirilgan. Endi qolgan xonalarni ko'ramiz. Xo'p, hamma xonalarimiz razdельный, ya'ni bir koridor orqali kiriladi. Dekoratsiyalarga e'tibor ketasiz. Tualet va vanna razdельный joylashgan va bu yoqda kattalar yotoqxonasi joylashgan. Barcha mebel texnikasi tayyor. Bu yoqda bitta detskiy yotoqxonamiz, konditsionerlargacha ham bor ekan. Xonadonimizda 4 qavatli binoni 2-qavatida joylashgan 3 xonali 65 kvadrat metr. Hamma xonalarda cho'plik pol bor ekan. 90 ming AQSh so'ralyapti. Kelishadigan joylari bor. Opsiyada nomer qoldiraman. Batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.